Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin. Mensa deydi buni. Fotodatchik. Aylanadigan patagi bo'ladi ichida. Aylanish kerak, qotib qolgan. Aylanmaydi. Mana shu narsa suvga javob beradi. Yengisi. Ko'rishingiz mumkin. Oddiy ishlayotgan bo'lsa, mana shunday aylanish kerak yengil narsa. Ishlayotgan holatda. Mana shu narsasi yetib kelgan. Hozir shuni alishtiramiz, keyin mana bu datchiga ham ketgan bo'ladi. Shuni ham alishtirish kerak. Keyin xudo xolisa issiq suvga ishlaydi shundan keyin. Ko'p holatlarda shu sababli, mana shu narsalar sababli ishdan chiqadi. Va bunga asosiy sabab aytayotganimdek ichidagi suv sistemasi suvi har yili yangilab turish kerak. Shu yangilamagan hisobiga shu holatga kelib qoladi. Shunaqa.